Yangi kelin hayotida nimalar bo'ladi? Ertalabdan eringni kerak bo'lmasa ham ko'cha supurishga billa olib chiqib turg'izib qo'yasan. Zebo nima qilyapsa? Supurib olma. U taraf qo'shniniki Zebo. Ha, voy. Qaynining hamma narsani joyini ko'rsatsa ham baribir esingda qolmaydi. Qayta so'rashga uyalib eringga qilasan. Umid aka, muruch qayerda? Ishtaman, oshxonaga qarasang topasan. To'g'rani ham topolmayapman. Menimcha spalnida bo'lsa kerak Zebo. O'zingni begonadek his qilasan. Ering kelsa sal xotirjam bo'lasan. Keldingizmi, buncha qolib ketdingiz? Zebo, yangi yil munosabati bilan Iskandar Bildingsda ish ko'paygan. Endi boshlang'ich to'lov 30% emas, 10% dan oylik to'lov ham 48 oyga bo'lib to'lashga beryapmiz. Boshlang'ich to'lov necha puldan ekan? Bir xonali uyni boshlang'ich to'lovi 41 million, 2 xonaliniki 48 million, 3 xonaliniki bo'lsa 77 million 900 ming so'mdan. Zo'r-ku, aksiya qachongacha bo'lar ekan? Aksiya shu yil 30-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Lokatsiyani bilasan-a? Mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartali shundoqqina ro'parasida. Voy, sizga kelin salom qilish esimdan chiqib qopti. Bo'pti qil. Salom qiladiganim topolmayapman. Uyquga ham to'ymaysan, lekin qaynonangni oldida har doim sergak turishing kerak. Oying telefon qiladilar, sog'inib yig'lab orasan. Oy, sizni sog'inib ketdim. Oyinam bezlarcha yengili yo'qmi deydi. O'zi 3 kun bo'ldi kelin bo'lganimga. Asal oyga bilasanmi, ering seni qayoqqa olib boradi? Qarindoshlarinikiga o'zingni begona, ortiqchadek his qilib oshxonaga chiqib ketasan. Qaynonang bo'lsa qarindoshlariga seni kamchiliklaringni aytib yomonlab o'tiradi. Ana, kelinlik hayotiga xush kelibsiz, kelinchak. Kelinchak, o kelinchak. Oying dugonalariga gap qilib bersa nimalar bo'ladi? Butun umr uydan qidirgan, yeyishi orzu qilgan shkolatlaringni ko'rasan va ularni bir yilda bir marta kiriladigan mehmonxonaga olib kirasan. Oxirgi marta o'tgan yili yozda kirdim, ancha o'zgarib ketdi. Madonna deb maqtanadigan idishlari shu bo'lsa kerak-a? Ana dugona joylari ham kelib oldi. Endi bularni sassiq oyoq kiyimlarini taxlash kerak. Ichkariga bitta kirsang, bitta ham gap tushunmaysan. Lekin bular bir-birini eshitib, tushunib, ham tengma-teng gapiryapti. Dugonalar yig'ilsa nima ham bo'lardi? Albatta g'iybat. Bunaqa joyda tema bo'lishdan Xudoni o'zi asrasin. Shiyodiga qaysidir go'sht meni rizqim bo'lishi kerak edi o'zi. Eng qizig'i ovqat yeb turib ham jahtimmasdan g'iybat davom etdi. Idish tovolarni ham yuvish kerak. Zebo, men bilan ham yo'q qizim. Nima banam po'chog'i? O'z dasturxonda yegim kelgan bitta banam bordi, shuni ham yeb tashlashibdi. Bugun ishlab kiyimlaring dabdala bo'ladigan kun. Aytgancha, bavi bor-ku. Rangi bo'g'ilgan oq kiyimlarni bir-biriga rangi o'tib ketgan kiyimlarni dog' tekkan yoki bo'yin qo'ltiq osti sarg'aygan kiyimlarni chaqaloqlarning kiyimlarini zo'r tozalaydi. Hammasiga bitta vosita, zararsiz, o'tkir hidsiz, eng muhimi mutlaqo xlorsiz. Ana top-toza bo'ldi. Urra, ketishdi. Endi mehmonxonaga hujumga degan chog'imda oyim bitta dugonasi bilan qaytib keldi-yu. Ular yeb ichguncha men gilamni gulini o'ynab tura qolaman. Chunki u paytda telefon bo'lmagan. Ye ketishdi. Endi yeb ichar. Nima esa bo'ladi? Qotib qolgan pryanik, arzon vafli, pechey qand, stolni to'ldirishga qo'yilganda bu shokoladni g'ishtan qilinganmi? Nima balo? Yana bitka. Как раз Turkunaki Adinurtolar keladi. Ularga qo'yamiz. Pak. 2000-yillarda to'ylar qanday o'tkazilgan? Zeboxa, qudalim olyoylarga kelishibdi. Voy, kirsin, ichkariga olib kiring. Voy, aylaning sizlardan. Yaxshi narsalar olib kelishibdi. Buni ham video gol, rossiyskiy motorda bu. Zaksga boshida gaplashdingizmi? Qishloqda yo'g'idan gaplashdim. Kursda Ona, sizlarni sog'indim. ketganda qop-qora edi, oqquloq bo'lib qaytibdi-ku. Gapir aka, gapingizni qarang, bolingiz bag'ringizga qaytdi. Rossiyskiy shkolat olib keldingmi? Ber stolga qo'yishim kerak. Qatida? Kiyimingni alishtir, zaksga ketamiz. Kelinchak, o kelinchak. Kuyovlarni Voy, keliningizni zo'r bo'yantirishibdi, qarang. Ha, o'zi qizlarning hammasi umrida 2 marta shunaqa xunuk bo'yinadi. Bittasi 5-mayda, bittasi to'yda. Yuravering.
Qattiq tot. Uyaltirma. Yana poyandozni talashib yurmang. Qudali odam. Ha, unaqa yoshdan o'tgansiz. Nima yoshdan o'taman? Menga ozginasini ber. Ozgina berma, kuyovni otasimanman, otasi bo'laman, pensioner odam. Uni material yo'q-da, chitmi bu nima? Video olyapsizmi meni? Olatda. Xotin, men sharmanda qilib bo'ldim. Lekin pul choshdaga kirib, sen sharmanda qilma, xo'p? Nima deyapsiz? Men sizmanmi? Men unaqa yoshdan o'tganman. Nurimamat jon uchun. Tuf, uzukka ko'z qo'ygandek bolalarim, aynaning. Ona, siz menga Nazira opani qizini olib beraman degandingiz. Buni dashi ko'rmaganman-u. Endi bolam, bu ham bir kinder surprizdek gap. Paranjini ochasan, ichidan nima chiqsa chiqdi, o'sha saniki. Hay, zaksga ketamiz. Zaksga. Yuring. Ota qiz uzatib yig'layapti. Videochi qani? Videoga olmaydimi shuni? To'ydi boshini mana shu guldan boshlaymiz, shogird. Bu ketdi, zaksga shoshilamiz. Aka, men keldim. Siz mashinangizni olib ketasizmi? Ya, men kelin olib ketaman. Ket. Ha, siz mashinangizda ketsam kerak, aka. Men kelin dugonalarini olib ketaman. Aka. Ha, doda. Sizda ketamanmi? Yo'qmi, ona qo'llar. Doda, qiling, doda. Qoling, ali. Yana videochi ko'chada qolib ketdi. 2000-yillarda to'ylar qanday bo'lgan? Mana bunisi Odila paniki ekan. Mana bunisi Xolida paniki ekan. Mana bu общий mahallaniki. Qara, yana 20 tiyin ish yetishmayapti. Bor qo'shninikini olib chiq. Xornila choyli bormi? Qizim, savzi qanday qilyapti? Savzi bormi yana? Zebo tovoq qilib keldim. Bor qo'shnikidan savz olib kel. O'g'limni o'ylantiryapti. To'y kuni ham remont qiladimi? Večergacha qilib tashlaymiz. Shu kecha qilib qo'ysangiz bo'ladi-yu, sassuv chol. Zamiraxon to'yga ketildimi? Yo'q, uni ko'chasi menga topshirilmagan. Nima qilsak bo'ladi? Mana, ismini yozganda to'yga tez yetib kel. Aha. Dodasi, videochi to'yga yetilganmi? Mana Salom. Qanchada tayyor qilib berar ekan? 5 kun. 6 oyda qilib beradi-da. Rostdan. Yarmini 6 oyda qilib berar ekan. Ha, endi to'g'ri bo'ldim. Yangi o't tugab qoldi. Nappi. Bor, tez qo'shninikidan o't olib chiq. Mana ham, tualetiga qo'yib qo'ygan, bizaniki o'chirib qo'yib ketsa o'tga kirishadi. Voy, to'y bizaniki, lekin jabrini qo'shlar ko'radi. Voy. Ichida shisha bor ekanmi? Devjok babir kerak, doimgidek sevib o'chadi. Zebo, qara dasturxonlar hidlanibdi. Abavi super bor-ku, rangi bo'g'ilib ketgan oq kiyimlarni, rangli kiyimlarni, dog' bo'lgan kiyimlarni, bo'yni, qo'ltig'i sarg'aygan kiyimlarni zo'r ketkazadi. Hidlanib qolgan dasturxonlarga ishlatsang ham bo'ladi, dog' bo'lgan chaqaloqlarning kiyimiga ham zo'r, hammasiga bitta vosita. Eng zo'r tomoni xlorsiz, o'tkir hidsiz, zararsiz mashina ishlatgin. Tugab qolsa qayerdan olamiz buni? Shu ham savolmi endi? Конечно, qo'shninikidan. O'zbekning to'yi hammani to'yi. Oyi, meni yerga bermasangiz bo'lmaydi, yigitim kutib turmaydi. Voy o'g'lim, beni birinchi uzatib olaylik, mahalla qo'y nima deydi? Opa, teging unda. Etsa tegamanmi? Ezib yordilaring bor-ku. Opam g'irt o'g'il bola. Kimdir sevib qolishi fantastika. O'shaning uchun o'zim harakat qilaman. Birinchi makiyaj qilishni o'rgatdim. Bo'p qoldingmi? Ha. Salom. Keyin ovqat qilishni o'rgatishni boshladim. Qaynaning ko'zi teringni shunaqa archadi. Keyin didli kiyintirishga harakat qildim. Voy, ana bo'larkan-ku. Opa, sirkishga kirmoqchimisan? Nimaga normallik-ku? Keyin bo'g'izlab uchrashuvga ham olib bordim. Tushundim, seni yerga tegish niyating yo'q ekan. Ketdik, opa. Yuvora zo'r ekan. Yo'q, ketdik. Sabr qilib bering. Hey, endi men ham yerga tegaman. Rozi bo'ldik kuyov. Eng qiziq ishlashimga ham ruxsat berdi. Bir kun kelib shu gaplarni eshitishimni bilardim. Faqat shu telefonim sal pand beryapti-da. Sen yerga tegishing uchun o'zingga mos, o'zingga o'xshab sinovlarga chidamli telefon top beraman hozir. Mana Honor X9D sinovlarga chidamli. Tushib ketishdan chidamli. Uzoq muddatli batareya. Shu telefon mendan senga to'yini. Faqat sen erga teg, iltimos. Uydagilarim sizlarga berishga rozi. Faqat o'zim ikkilanib turibman-de. Voy, umuman qo'rqmang, men yomon qaynonalardan emasman. Sizga vapshim qattiq gapirmayman. Aynan ketay.
Ya odam qodammas ekansiz. Bu miyada yeb ishdan boshqa narsa ham baribir parasatni ham musulga tashlab yuborgan ekansiz. Voy rahmat. Uyimizda ish ham kam qoqindig'oy. Kelin, mana bir toqara kira qo'lingizda yuving. Abetga 5 qosqon mant qilib qo'ying, keyin ani o'g'sini qochib ketdi, bolasini ham emizib qo'yishingiz kerak. Ha bo'ladi. O'zim qilasiz? Oynarda o'tdim. Ha, mana supurgini hamchi. Supurib uni o'qisangiz, birato'la supurib ketasiz, xo'pmi? Esingizdan chiqmasin. Zo'rsizlar. Aytgancha oyijon keliningiz o'qigan. Aylanib ketay. Unda ishlashingizni ham ruxsat beraman. Oyijon, to'ydan keyin ishlashga ruxsat beraman dedingiz. Ruxsat? Uyda shuncha ish bor, qaysi birini qilasiz? Hojatxona tozalaysizmi? Vannani tozalaysizmi? Xolisingizdan oshxonani tozalab tashlang. Ja bo'lmasa mana uy tomini ochib yopib. Keyin ko'p qizlar ovsinidan qo'rqadi-yu. Bizani ro'zg'or o'zi kichkina, to'g'rimi oyijon? Ha. Aka, yaxshimisiz? Gaplashamiz qolgan. Qalaysan? Ro'zg'orimiz kichkina deganingiz-ku? Ha, kichkina-ku mana. Nima kichkina ketsin hammasi. Qayerga ketadi? Iskandar Buildings mezbon loyihasidan xonadonimiz boshlang'ich 82 million so'm to'lasa, qolganini 36 oyga bo'lib turaveradi. Hamma sharoiti bor, Yunusobodda joylashgan. Zo'r narsa ekan-a? Unda men akamga aytaman, ketadi, keyin 5 ta ro'zg'or qolib, mazza qilib yashayveramiz-a? Uf, buncha kir, bularni kir moshinaga sol, parashok sol, ertaga yuvarman. Mana yana. O'zi bir buncha kir qolibdi, hozir yub tashlayman. Oyjon, mango yegim kelyapti. Mango? Umid, tez bor topib kel. Bor, tez. Oyjon, o'ring yegim kelyapti. Ko'ring. Qayerdan topsak ekan-a? Tezroq bo'ling, kelin, egasi qolmasin. Kelin, yuring, do'kon aylanib kelamiz. Internetda zakaz qila qolaylik, oyjon. Zakaz qilamiz. Telefonim zaryadkasi yo'q edi. Eraman, ertaga qilaylik. Mayli. 5 soatdan beri aylanamiz-a, kelin. Ha, eng arzonini topmaguncha to'xtamaymiz. To'g'ri, ketdik ipodromga. Yo'lda qo'yliqqa ham kirib chiqaylik, karishga olardik bir qopgina. Keling, ujin qilamiz. Nastriyam yo'q, oyjon, keyin yeyman. Kelin, tez-tez svet o'chib qoladi. Ana o'tdim. Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqanmisiz? Ya, o'lay sizga men chakmayman, dadangiz chakanlar. Yo'q, chaqqanmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli, sirim ochilishi. Hamsayalar chiqib qolsa, kelin salom qil. Hamsaya novi. Hamsa endi qo'shni-da. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala, umuman tushunma gapingga. Shu giddi kuyganni aytsang, ertalabdan turay ichidim, sallani oldinga boray ichidim, u bu joyga o'tiray ichidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat akadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Azamat og'a, apreldan savdo bor, shundan aytkeling. Balam, apreligan parashok zo'r ekan, o'shani olib kel. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashokni xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda, tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketdim. Uy uzoqligi unasiniki ham ketib qolmaykan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa minus-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da. Kuyovni ismi nima edi? Oy, xafa bo'lib yig'layvermay, urushga ketmayapman-ku. Xursandligimdan yig'laman, bolam, xursandligimdan. Yana 2 yil uyda o'tirganingda kimnikigadir tashlab kelardim. Iltimos, qizimni olinglar deb. Ko'rinish qanaqa edi? Bugundan boshlab sizlarni qonuniy er-xotin deb e'lon qilaman. Va nihoyat mana shu qiziqib ketyapman. Vashi qizumas, oldi eski qarzlarni bersa, qarz ishlarsa bermalaring. Nima bo'pti? Hozirgina er-xotin bo'ldik. Ha, zo'r. Endi nima qilamiz? To'yxonaga boriladimi? Qarang, to'y hayotimizdagi eng muhim kun deb ichlari oppo chiroyli mers gaplashdim. Bu yoshda siz gaplashsangiz ham qiziqmas edim. Hozir to'yda men aytibman, chiqib boraman. Da, o'zimni to'yim. Ketdi. Muska alishtirsa sho'qi вообще yo'qmayapti. Menmi zo'rmana, qaraganda sho'qinga nima bor? Dugonalarni ko'rib dedi Zeboxon. Mana o'tirishibdi-ku. Bolasi bilan kelganda uni ustiga hammasi kasal o'ynolmaydi bular. Ha, oyiz dugonalarni o'ylanma. To'y. Zeboxon, kola ichasizmi yoki shampan? Men oldin dorimni ichib olay.
Qarang, tabrikka chiqishda to'yimizcha esda qolarli bo'ldida. Nimaga esingda qolmaydi? Yuklarni tushirib klientga berib yubordim. Bo'ldimi, tugadimi, to'y ketdingmi? Yo'q, hal tugagan. Bel og'rig'im tutdi meni. Dorilar qarab keli. Ko'p qo'yma. Aylanmalar insonlar ko'rib boshim aylanib ketyapti. Mana endi tort kes marosimi, marhamat. Bu kunlarni qancha kutganman. Nimani kutasan, klient chiqqan bo'lsa berib yubormaysanmi? Hozir boraman kassan olgani. Nima qotuvding? Kelin salom qilish kerakmi? Topdingizmi? Men to'yletga chiqib kelmasam bo'lmaydi, ketdim. Hozir kelaman, o'tiravringlar. Allo, Zeboxon, qachon kelasiz? To'y ham tugab bo'ldi. Hozir tovarni tushirib boraman, kutib turing. Tezlashlaring tanlagan ketishim kerak. Zebo, tur. Ko'chada nima shuqa? Voy, o'qishga javobi chiqibdi. Nima bo'ldi? Ertalab datimning javobi chiqdi. Abitlarga deyapman. Baqir chaqirmalaring naryoqda ta'ziya bo'lyapti. Nima bo'ldi? Kechara ertalab ketib o'qish javobini kutdi. 1 soat o'tib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana buni hojatxonaga qo'yib qo'yib bo'lmag'ach yo'q qolib. Shuncha qog'ozni kim ishlatib qo'ygan ekan, ha? Qo'shni kiyimsiz qolib ketdi. Kimda kiyim bor? Sizlarga nima bo'ldi endi? Ana o'g'limiz mega super kontraktga o'qishga kirdi, shunga sal qiynalib qoldik. Salmaso. Ana 4 ta akveshigimiz qolgan. 50 mingdan berib yuboramiz. Voy, ana qo'shnining ham bolasi o'qishga kiribdi. 45 ming deyish kerakmi? Qayerga kirdilar? Tuga? Nima u? To'xtafalar universiteti. Kim bo'lib chiqadi bitirsa? To'xtadi. Stop. Birinchidan hali o'qishga topshirishga imkon bor. Ikkinchidan kelajaging uchun foydali bo'lgan joyga topshirishing kerak. Yuringlar men bilan. Mana Perfect universiteti shahar markazida zamonaviy 1,5 ming kishilik yotoqxonasi bor. Kafolatlangan eng arzon kontrakt 8 million so'mdan boshlanadi, tushundinglarmi? Har bir talabani ishga joylashtirish uchun 75 ta kompaniya bilan hamkorlik o'rnatishgan. Eng kerakli yo'nalishlar bo'yicha o'qitishadi: marketing, iqtisodiyot, moliya va bank ishi, psixologiya, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, ingliz tili, rus tili, filologiyasi, xullas eng ideal variant. Men topshiraman. Ozgina qoldi. 2 cha. Nima bo'lyapti? O'g'lim, tirik bo'lganingda sen ham o'qishga topshirarding. Sen o'zing yozmaganmiding? Men o'zim bo'lmaga yozdim. Ana bu maga haq ketgani ma'lum bo'ldi. Ana ikkitagina akfa qoluvdi. 40 mingdan qilib beramiz, olmaysizlar? Yo'q. Mayli, boshlaymiz. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Kelinni chaqiringlar bir ko'raylik. Mana menda kelim. Bo'laveradi. Anaqasi yaxshi kiyadilab charchamayapsiz, sog'liqli joydami? Qani bir kelin salom qilsin-chi. Salom, ismim Zebo, tanishganimdan mamnunman. Zebo ism. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuringlar, iltimos, beparasat. Kelin. Oldik. O'tirib bir lazerdan oshib qilarmikansizmi, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bo'ladi. Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidman, kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz, nechida begimot? Nima? Voy, uzr, begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan noto'g'ri lug'at ketdi. Sani issig'im yangi beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orqamizdan. Bo'pti, men ish ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelib bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ptimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Kelinchak, kelinchak. Bolalaring katta bo'lgandan keyin nimalar bo'ladi? Bularni endi telefon bilan aldab bo'lmaydi. Lekin ming dardga davo har bir bolaning hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan remень bor. Oldin bolalaringni hamma o'pib yallab tashagan bo'lsa, hozir ulardan hamma bezor. Bolangni yo'qotdi dedi, bezorlik oling, yo'qoting bolani ye. Oldin mendan faqat sut bilan so'zku so'ragan bolalarim hozir faqat pul so'raydigan bo'lib ketgan. Bolalaring uchun yosh bola ham bo'lasan, bula bo'lsa. Alochiz yordammi, bu oy muzlarini g'alati tutyaptilar. Ko'zini qarasang o'xsharkan sunu. Yaxshiyamki ancha katta bo'lib qoldinglar. Bittanglarni maktabga, ikkitanglarni pachimuchkaga beramiz, a? Vahima qilma, vaqt bor hali. To'g'ri kelgan bitta maktabga beraveramiz, yo'lni ko'rsatib yuboramiz, o'zi dumalab keladi. Yo'q, men bularni haqqa berish o'zim bilaman. Yuringlar men bilan.
algoritmus, bu yoqda ham maktab, ham pochimuchka bor. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun logopediya bor. To'g'ri va aniq gapirishni o'rganishligi uchun как раз tushunayotdi. Matematika bor, mantiqiy fikrlashligini rivojlantirish uchun. Bundan tashqari boshqa ko'plab rivojlantiruvchi darslar bor. Har bitta bolaga alohida yondashishadi. Robotexnika darsi bor, texnologiyaga bo'lgan qiziqishligini uyg'otish uchun. Sho'tga kattasini maktabga joylashtirsak ham bo'ladi. Dars jadvalligi ham, manzilligi ham qulay. Foyda mahalla qani. Вообще zo'r. Sendan chotga onacha. O'sh uchun bolalarni har kuni o'zing olib kelib, o'zing olib ketishing kerak. Men bo'lsa ketdim. Erkaklar mas'uliyatdan qochishga juda usta ey. Pak. Katta o'sim bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi sen oyijoningni o'ng qulog'isan. Qaysi bir aybish qilsa, menga ayting. Shuncha yillik dushman bilan endi do'st bo'lasizlar. Oydin kichkina kelin turmadi. Hozir uyg'otaman-da. Gitar voice bilan 35 minut gaplashdim. Balki yomonlagandir. Rostdan. O'zing baloni ham bilmasang ham, lekin hamma narsani aqlli qilib o'rgaturasan. Nima ovqat qilamiz o'zi? Chukkala bunka degan. Afrika milliy taomi. Zo'r chiqadi, xo'ringlar. Xullas, sotdini rolida-san-de. Yomon tomoni, usullaring seni chiqishtirishmaydi. Nima haqida gaplashyapsizlar o'sinjonlar? Quloqlar haqida. Eng qizig'i qo'ling shirin bo'lgani uchun shuncha kelin kelsa ham ovqatni baribir senga qildirishadi. Kichkina o'siningga hamma narsani o'rgatib, endi ish qildiraman deganingda 2 qat bo'ladi-yu. Kichkisi-yu, ikkinchisi bor-ku, bunga nima ish qildirsam ekan deb o'ylab o'tirsam. Iskandar Building'sda mezbon loyihasidan uy oldik. Yunusobod 19-kvartali ro'parasida joylashgan. Hamma sharoitlar bor, mazza qilib yashaymiz. Siz bo'lsa ham quturgan qaynona bilan yashavering. Shuncha payt qaynonangni kalishiga patay bo'lgan bo'lsang ham, har doim mehmonga kichkina keliningni olib ketadi. Mayli, sabr. Alohida chiqib ketadigan vaqtlarimiz ham kelib qoldi-yu deganingda. Kelin, shu desangiz sizni yaxshi ko'rib qoldim. Hamma kelinlarni chiqarib, sizni olib qolaman. Opingni qo'shniga uzatyapmiz. Oyi, buni uzoqroqqa jo'natib kerak, iloji boricha. Buxoroganmi? Sani aytganing bo'lmaydi bu. Oldimizda yashasa zo'r-ku. Tur o'rningdan soat 12 bo'ldi, yotishingni qara. Senga nima ko'ra olmayapsanmi? Bor, eringni xizmatini qil. Cho'ra qaynoning haydab yubordimi, jo'na? Kakra zo'yja ovqat qilgandilar. Rahmat. Oyi, kulgan qani? Oyi, Wi-Fi nimaga ishlamayapti? Oyijon, Sarpamga Wi-Fi ham olib keldim. Zebo, tur opingga choy tayyorlab ber. Yo'q, o'zi qilsin. Voy, mehmonga unaqa demaydi, qizim. Seni kuniga 5-6 mahalgina chiqsam uyingga, og'irga qilamanmi hali? Ha, ortiqchalik qolsam, bor yo'qol. Oyi, uyimizdan hamma narsani olib ketgan yetmagandek, meni kartamni ham shiltibdi buni. Zo'r ekanda, 0% transferlar, naqd pul yechib borish uchun komissiyani qaytarish, hamkorlardan ko'p joylarga borib ovqatlanib 5% cashback qilsa bo'lar ekan. Salom kartni TBC o'z ilovasi orqali istalgan summaga komissiyasi to'ldirish, bankomat va terminallarda naqd pulni to'ldirish uchun komissiya qaytariladi. Ber bor shuni ham. Oyi, Shuni bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Men senga onlayn zakaz qilaman, birpasda keladi-ku. Aniq oxirgisi, boshqa hech narsa so'ramayman. Ana, ko'rding? Oyi, hozir nimadir so'raydi. Voy, va'da bergan go'shni so'ramaydi. shu nomga o'tkazib bersanglar bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Endi uyim ikkalasini bir-biriga qo'shib katta qilishim kerak-da. Xo'p, boshqa hech narsa so'ramayman. Eng kenja farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasa daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yengi oldirasan. Qarindoshlaring faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa bormi? Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishi ham opalaring senga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringiz ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opingda. Qizim, oilaviy yig'ilib, senga mana shu sovg'ani oldik. Oy, mana pulga yedim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinnini yoqib uxlab yoradi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar Building'dan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshimga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz.
Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoni любой chekkasidan turib uy sotib olishi mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin oyini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyak bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ular senga nima laqab qo'ysa o'shasan. Pak!